Amerikadagi kommunizm qurbonlari xotira fondining tadqiqotchisi doktor Adrian Sands Uyg'urlarning paxta terish va boshqa fasllik hosil yig'ish ishlarida davomli holda majburiy emgakka selinayotganligini oshkorladi. Tadqiqotchi Adrian Sands 9 may kuni e'lon qilgan yangi dokladida Xitoy hukumati yezikligini mashinalashtirganligini ilgari sursimi 2021 va 2022 yillar orasida Uyg'urlarning majburiy paxta uzishga keng ko'lamda yo'tkalganligini oshkorlagan. Adrian Sands bu yangi dokladini Xitoy hukumatining ishki hujjatlariga asosan tayyorlagan bo'lib, uningda ilgari oshkorlanmagan mazmunlar bor ekan. U radiomizga qilgan so'zda mundaq dedi: Beijing has been claiming that there's no forced labor, no forced cotton harvesting, and that the region is getting more mechanized. Beijing hükümeti Uyghur rayonunda mecburi emgekning mecburi paxta terishning yo'qligini, rayonning yezikligining mashinalashayotganligini ilgari surmoqda. Biroq mening yangi tadqiqotim hosil yig'ish emgegini o'z ichiga olgan fasllik ishchi o'tkazish siyosatlarining izchil davomlashayotganligini oshkorlab berdi. The seasonal labor transfers are continue to be an integral part of Xinjiang's planning. Uning deyishicha, bu xil fasllik emgak kuchi yetkazish siyosati bundan keyin davomlashadigan bo'lib, u Xitoyning 2021 yildan 2025 yilgacha bo'lgan 5 yillik xizmat planining bir qismi ekan. Doktor Adrian Sandsning dokladidagi yana bir muhim nuqta bo'lsa, rayondagi paxta terish emgakining mashinalashishimi baribir Uyg'urlarning o'xshamagan sohada majburiy emgakka selinishini keltirib chiqarmoqda ekan. Because what happens is Uyghurs are forced to give up their land usage rights because mechanization tries to create a large. Bundaq bo'lishidagi sabab paxta terishni mashinalaштырыш keng ko'lamdagi tutash etizliklarni talab qiladi. Bu hamisha Uyg'ur dehqonlarning yer ishlatish huquqini hukumatga va uning qo'llashidagi xususlarga topshirib berish bilan natijalandi. Şuna yerden quruq qalgan Uyghur dehqonlar boshqa sohalarda, masalan, zavodlarda ishchilarga aylantirilib, majburiy emgak silindi. Qisqasi paxtalarni mashina orqali yig'ib olgan taqdirdami, Uyg'urlar boshqa joylarda majburiy emgak silinishdan qutula olmaydi. The Uyghurs end up being sent to other types of forced labor. Adrian Sands aniqlab chiqqan bu yangi ishki hujjatlardan ma'lum bo'lishicha, Uyg'ur elidagi emgak kishilarini yo'tkash xizmatining majburlash xarakteri 2019 yildan boshlab alayda kuchaygan. Bir qism yerlik doiralar hatto ishki harakatlantiruvchi kuchi yetarli emas deb atalgan o'rin odamlar tizimligini turg'izib, tizimlikdagi kishilarni qayta ideya o'zgartish tarbiyasiga avatgan hamda paxta terish emgakiga sog'an. İçinişliği bu atalmış horullar tizimdeki kirgizganlar ichida yaşanganlarmi bor bo'lib, ularning ichidagi eng cho'ngi 77 yosh ekan. The lists of lazy people, they include people as old as 77 years are listed as lazy, and it's just really shocking to think how ruthlessly Uyghurs were. Bu atalmış horun adamlar tizimligida hatta 77 yosh kirgan yaşanganlarning mı bo'lishi bizga Uyg'urlarning zalimlarcha emgak silinayotganligini ko'rsatib berdi. Men tadqiq qilgan hujjatlarning birida Uyg'urlarning keng ko'lamda emgak silish Xinjiangni muqimlikka erishtiradigan siyosiy vazifa deb ko'rsatilgan. Mana bu mu majbur emgak siyosatining qattiq qo'lliq bilan yurgizilishidagi sabablarning biri bo'lishi mumkin. Framed as a matter of national security, just explaining some of that urgency, and of course this urgency creates very strong level of coercion. Adrian Sandsning dokladida ko'rsatilishicha, paketlar paxta terishdan boshqa yana tervilangan paxtalarning talalarini urug'idan ayirish emgakining turmalardagi dehqonchilik maydonlarida olib berilayotganligini ko'rsatib bermoqda ekan. Jumladan, Xitoy 2013 yili emgak orqali o'zgartish sistemasini amaldan qoldirgan bo'lsa-mu, biroq Uyg'ur elidagi turmalarda bu hali ham mavjud ekan.